Mening uyimda yoqimtoy, cho'chqacham bor. Bu mening uy hayvonim. Men senga ovqat azizam. Endi bo'lsa men uxlayman. Men bugun juda ham charchadim. Erta tong. Go'zal manzara. Salom cho'chqacham. Qandaysan? Xo'sh, bugun men nima qilishim kerak? Nima balo bu? Bu menmi? Meni o'lik tanam? Ha, bu mening o'lik tanam. Mana bu bo'lsa meni boshimmi? Kimdir menga prank qilyaptimi? Ha, bu prank bo'lish kerak. Men bu haqida borib hammaga aytaman va buni kim qilayotganini topishim kerak. Axir bu hazil emas-ku. Bolalar qayerda ekan? Ha, mana ular. Ular bu yerda nima qilishyapti? Hey bolalar, meni eshitinglar. Ertalabdan beri bu ish bilan mazaki. Maza. Bolalar, eshitinglar. Sizlar men bilan borishingiz kerak. Mayki, menga qara. Menda juda ham katta muammo bor. JJ hali ham uxlayaptimi? Naqadar uyquchi bo'lmasa. Ha, uxlayapti. Hey, men bu yerdaman. Hey, bu Mayki, banan bolakay. Nima? Hech kim meni ko'rmayaptimi? Yo xudoyim. Menimcha JJ hali ham uxlayapti. Nima balo? Bu yerda nimalar bo'lyapti? To'xtab tur. Bu nimasi? Nima, men arvohga aylandimmi? Nimalar bo'lyapti? Men bilan hazillashyapsizlarmi? Bu degani meni hech kim ko'ra olmaydimi? Hey, bu Mayki, banan bolakay. Rostdanmi? Hoy, to'xtab tur. Bu ajoyib-ku, men ucha olyapman. Ha, men arvoh bo'lganim uchun ucha olyapman menimcha. Hoy, to'xta, rostdanmi? Men devorlar orqali yura olar ekanman. Bu ajoyib-ku. Demak, bu prank emasmi shunda? Bu rostdan ham mening o'lik tanam. Men o'libman va arvoh bo'libman. Mana nima uchun boshqalar meni ko'ra olmayapti? Yo xudoyim. Men ularga hali ham shu yerdaligimni bildirishim kerak. Men ularga qandaydir yo'l bilan xabar berishim kerak. Yo xudoyim, juda ham kech bo'lib ketdi. Biz borib JJni uyg'otishimiz kerak. Bo'lmasam u go'shtlardan mahrum bo'ladi. Juda ham yaxshi qilyapsan, Mayki. Borda uyimga va mening o'lik tanamni top. JJ, uyg'on! Erta tong bo'ldi. Iltimos, e'tibor qil. Bu nima? Va nihoyat Mayki meni topdi. Bu nimasi bo'ldi? Yaxshilab qara, bu mening o'lik tanam. Bu JJ-ku, shunday emasmi? Bolalar, bu dahshatli. U qolganlarni chaqirib kelyapti. Naqadar yaxshi. Bu dahshatli-ku. JJ o'ldirilibdi. Buni kim qilgan bo'lishi mumkin? JJ. Ha, men ham buni bilmoqchiman. Buni menga kim qilishi mumkin? To'xtanglar. Qotil hali ham oramizda bo'lishi kerak. Bu yerda cho'chqadan boshqa hech kim yo'q. Ammo lekin bir narsani ayta olamanki, uchalamizdan birimiz qotil bo'lishimiz mumkin. Sen aytmoqchisanki bu men, banan bolakay, sen yoki cho'chqa bo'lishi mumkinmi? Albatta bu cho'chqacha bo'lishi mumkin emas, chunki o'ldira olmaydi. Bu uchalamizdan birimiz bo'lishimiz mumkin. Uchalasam biri haqiqatan ham qotilmi? Sen juda ham g'alati harakat qilyapsan bu. Yo'q, men buni qilmadim. Biz seni uyingga borib, u yerni titkilab ko'ramiz va u yerdan dalil topamiz. Yaxshi, ketdik. Men buni qilmadim. Ular hammasi birgalikda dalil topishmoqchi. Bu g'alati. Yana nima? Bu buning uyi. Bu yerda juda ham ko'p xavfsizlik choralari ko'rilgan. Sen nimadir yashiryapsan ichkarida. Bu juda ham kuchli himoya tizimi-ku. Devorlar olmosdan va bu yerda lazerlar ham bor. Men bularni faqatgina boy bo'lganim uchun o'rnatganman. Biz unda ichkarini qidirib, bu yerdan biror narsa topishga harakat qilamiz. Ular buning uyini qidirishyaptimi? Bu yerda nimalar bor? Lekin bu yerda hech narsa borga o'xshamayapti. Menimcha banan bolakay gilamlar tagini qidirishni boshladi. Ey, mening gilamlarimni rasvo qilishni to'xtat. Banana bolakay,
qotilni topish uchun eng zo'r ishlarni qilyapti. Ammo lekin u bu yerdan narsa topa oladimi? Ha? Nima? Bu yashirin kirish yo'limi? Bu yerda nimadir yashiringan. Kirib tekshirib chiqamiz. Ay, yo'q, bunday qilmanglar. Yaxshi, ketdik, bu yerda nima yashiringanini ko'ramiz. Wow! Buning gilamlari tagida yashirin kirish yo'li bor ekanmi? Menimcha men ham kirishim kerak. Baribir ular meni ko'ra olmaydi-ku. Ha. Sen yashirin qotillik ashyolarini mana shu yerlarga yashirinyapsan, to'g'rimi? Unday qilmadim. Rostdanmi? Unda bu yerni ko'rib chiqamiz. Yashirin xonadagi sandiqlarda nimalar bor ekan-a? Bu juda ham qiziq. Bu xato ekan. Bu yerda juda ham ko'p olmoslar bor. Juda ham ko'p. Bu yerda olmoslardan boshqa hech narsa yo'q. Men ham sizlarga aytdim-ku. Men bu yerga men boyliklarimni yashiraman. Ko'rib turibman. Sen JJning qotili emaskansan bu. Ha, men ham buni qotil deb o'ylamagan edim. Shunda bu degani sen JJning qotilimisan, banan bolakay? Nima? Banan bolakay? Banan bolakay qotil bo'lishi mumkin emas. Yaxshi, keyingisi banan bolakayning uyi. Yaxshi, ular menimcha banan bolakayning uyiga kirishyapti. Kimdir iltimos meni dunyoga qaytarsin. Bu yerda juda ham ko'p mebellar bor ekan. Bu shubhali. Men banan bolakayni qotil deb o'ylamayapman. Unda kim bo'lishi mumkin? Mana bu gilamlar g'alati. Wow, ular gilamlarni olib tashlashyapti. Bularning tagida nimadir yashiringan bo'lishi mumkinmi? Bu yerda hech narsa yo'q. Menga ham shunday tuyulyapti, hech narsa yo'q. Balkim yotoqni tagida narsa bordir. Yo'q, ular banan bolakayning yarim uyini yo'q qilishdi. Bu yerda ham hech narsa yo'q. Bechora bolakay. Voy, to'xtab tur. Banana bolakay o'zining kitob javonlarini sindirib tashlayapti. Xo'sh, buning tagida-chi? Bu yerda nimadir yashiringan bo'lishi mumkin. Bu juda ham g'alati ko'rinyapti. Banana bolakayning uyi bo'm-bo'sh. Agar u qotil bo'lmasa, unga juda ham rahmim kelyapti. Va bu yerda ham hech narsa yo'q-ku. Banana bolakay hamma narsani sindirishga yordamlashdi. Bu degani u qotil emas. Ha, banana bolakay qotil bo'lishi mumkin emasdi ham. Bu degani oxirgi gumondor Mayki qoldi. Bu men emasman. Men qasam ichaman. Men hech qachon JJni o'ldira olmasdim. Unda borib Maykining uyini tekshiramiz.